Bo'lsa bo'lsin, immunitet baquvvat bo'lsin deb shartta borib bozorga mol tilidan olib kelib shunaqa ham mazali bo'lgan taom tayyorladim. Ayniqsa boshi aylanib, kam qon holsizlarga juda ham shifoli bo'ladi. Mol tilini yaxshilab qaynatib olamiz, yarim soatcha. Ustidagi terini ham shunaqa qilib shilamiz va to'rtburchak shaklda, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib go'shtimizni to'rab olamiz. Taomimiz yana ham mazali bo'lishi uchun bolgarskiydan va dunganskiy peresdan ham ozgina to'rab oldim. Nim achchiq bo'lib taom juda ham mazali bo'ladi. Pomidor, piyozlarni ham to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Qozonni tagiga yupqa qilib dumbalarimizni, ya'ni qo'y dumbasini terib olamiz. Ustidan go'shtimizni, ya'ni til go'shtini solib, mana shunaqa qilib terib chiqamiz ketma-ketlikda. Bolgarskiy, chesnok, pomidorlarimizni ham ustma-ust qo'yib, piyozimizni ham solib, tabga ko'ra tuz, pripravalarimizni paprika, zira va kashnich urug'i, murchlarimizni va lavroviy listni ham solib, o'rta olovda 2 soatga dimlab qo'yamiz. Qarabsizlarki, xil-xil o'zini suvlariga pishgan immunitetimizni baquvvat qilib, gemoglobinimizni oshiradigan, shifoli bo'ladigan, juda ham mazali bo'lgan til taomimiz tayyor bo'ldi. Hech qanaqa hid kelmaydi qizlar. Tilni go'shtidan yog'maydiganlar ham yog'laydigan taom bo'ldi. Like bosib, sahrangiz qilib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.